ko'cha tili bilan aytganda bir ko'rishda kompot bo'ladigan hashamat, tezlik, komfort va kuch hammasi bir so'z bilan Glade 450 Coupe. Do'stlar, ushbu avtomobilimizni ham noodatiy tarzda yonbosh tomondan boshlashga qaror qildik. Ko'rib turganlaringizdek, juda chiroyli, kamyob ranglari bilan Alpine Grey rangida Glade 450 Coupe mashinamiz. Yonboshdan boshlashga maqsad, mashina juda chiroyli, yondan ko'rinish, orqa dizaynlar, Coupe variant haqiqatda ko'zga boshqacha ko'rinadi. Xo'p, avtomobilimizni ko'rib turganlaringiz do'stlar, oldi ko'rinishiga o'tadigan bo'lsak, Mercedes logolar tushirgan radiator reshotkalari, multibeam LED faralari, ikkitalik linzalari bilan qoshlari ko'p video roliklarimda aytaman, qoshlar haqiqatda o'zgacha dizayn bilan ishlangan. Buni ancha-muncha mashinalarda topish qiyin. 21 razmer AMG diskalari bilan Continental shinalar va juda chiroyli paroglar do'stlar. Rangiga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Haqiqatda juda chiroyli nikel detallari bilan mashina juda bomba chiqqan. Xo'p, orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, Glade 450 yozuvlarini ko'rishimiz mumkin va juda chiroyli dizaynda ishlangan orqa faralar do'stlar, haqiqatda tan berish kerak, dizaynga gap yo'q. Xo'p, formati yozuvlar, albatta orqa bagajligimizni yana qisqacha ko'rsatamiz. Juda chiroyli ochilish, kattagina do'stlar, bundan chiroyli narsa bo'lmasa kerak bu Mercedeslarda. Xo'p, orqa bagajimizni ko'rib turganda juda kattagina joy va albatta mashinamizda do'stlar pnevma podveska ishlab turibdi. Bu yurishga komfort, juda yumshoqlikni beradi do'stlar va bagajligimizda orqada kattagina joy bor, bemalol yuklar uchun do'stlar. Xo'p, mashinamizni orqa qismiga ketdik do'stlar. Bismillah. Do'stlar, albatta eshiklarimizda davodchilar ishlab turibdi va eshik afishkalarimizni ko'radigan bo'lsak, zadniy обогрев, burmestr akustika, yog'och elementlari va koja bilan kombinatsiya ishlangan va alohida e'tibor beramiz. Hatto salon qismidan tuton deyiladi, ya'ni ikki xil rang kombinatsiya, qoraga qizil boshqacha ko'rinish beradi. Podsvetkalar bilan juda chiroyli. Do'stlar, salonimiz ko'rib turganlaridek to'liq koja bilan jihozlangan, nappa koja, qizil qora, bu yerda ikkita podstakanik, qo'lni qo'yib bemalol gaplashib o'tib ketsak bo'ladi va bu yerda orqa klimat kontrollar ishlab turibdi do'stlar. Type C larga joy bor. Yuqori qism bilan chiroqlari bilan qora materiallarda ishlangan va to'liq panorama tom do'stlar. Oldiga marhamat. Do'stlar, avtomobilimiz oldi saloniga marhamat. Albatta bizni chiroyli rul, AMG ko'rinishdagi sportivniy rul kutib oladi. Mercedes logolari bilan burmestr akustika, yog'och elementlar ishlatilgan. Afishkalarimizga sidina ligrovkalar va oldi qismimizda kattagina torpedka, head-up display va sensorli qo'shma ekranlar. Ekrandan do'stlar xohlagan nastroykalarni bemalol boshqarsanglar bo'ladi va bu yerdan mana joystiklarimiz ishlab turibdi. Xohlasanglar sidina ligrovka, xo'p, isitish tizimlari va bu yerdan odamni bo'yiga mos ravishda o'zingizlar bo'yinglarni yozasizlar va sidina avtomatik shunga moslashadi va undan tashqari xo'p, podsvetkalar, mana xohlagan ranglarga podsvetkalarni o'tkazsanglar bo'ladi do'stlar. Juda qulay avtomobil va oldi torpedkamizni ko'rib turganlaridek yog'och elementlar ishlatilgan va pastda juda chiroyli knopkalari bilan klimat kontrol, konditsioner va boshqa funksiyalar boshqarish mumkin. Va bundan tashqari do'stlar, besprovodnoy zaryadka va podstakanliklarimiz albatta isitadi, sovutadi do'stlar. Joystiklar ishlab turibdi va ichkari qismidan mashinamizni pnevma podveskasini boshqarsa bo'ladi va juda chiroyli barimiz bor do'stlar. Rullarimizni chap qo'l tomondan bemalol ligrovka qilsanglar bo'ladi, o'zingizlarga mos ravishda va undan tashqari обогрев rullar ishlab turibdi. Agar обогрев rul yoqilganda do'stlar, hatto bokovoylarimizgacha isiydi. Bemalol qishki kunlarida qiynalmasdan yursanglar bo'ladi. Ilohim hammamizga nasib qilsin va albatta yuqorida do'stlar juda chiroyli panorama lyuk bor. Bunaqa mashina do'stlar har bitta erkak kishining orzusi bo'lsa kerak. Undan ham chiroylilar ilohim nasib qilsin. Mashinamizni kichkina test drive qilamiz do'stlar. Ketdik. Do'stlar, avtomobilimiz 3 litr benzin va 375 ta ot kuchi bilan jihozlangan. Hozir shu 375 otni kuchini ko'ramiz do'stlar. Ketdik.
Xo'p, do'stlar, mashina zo'r, kuch, komfort, dizayn, hamma narsa haqiqatda mujassam bo'lgan. Ushbu avtomobilimizni hozirgi kundagi kurslar bilan hisoblaganda pat kult $140,000 atrofiga to'g'ri keladi. Narxlar yana o'zgarib turadi albatta. Kimlarga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. HM Group sog' bo'linglar do'stlar.